chekinish hadisi. Unload. Odatda shu chekinish knopkasini boshqa vaqtimizda yuz berdi. Shakli mana shu unload hadisi. Unload. Chekingan vaqtida yuz berdi. Programni qo'zg'atdim. Mana bunda bassam chekinish hadisi. Ya'ni mush programni taqash vaqtida yuz berdi. Unload hadisi. Unload bo'lsa, load hadisi tartib ekan. Ko'znakning ko'rinmay yuzini yozgandiki, uchurni ya'ni ichki sig'imga kirgan uchurni ichki sig'imdan chiqarib etgan vaqtida yuz berdi. Mau bo'lsa, butun programni ichki sig'imga dastlabki qadam tartib kirganda yuz bergan qurilmaga o'xshash, shu dastlabki programma qurilmasini kompyuterning ichki sig'imidan chiqarib etgan vaqtida yuz berdi. Ya'ni bu load hadisi bilan birga keladigan, qo'zg'alganda yuz beradigan mau hadisining ta'siri. Bu dastlabki, ya'ni program qo'zg'alish samatli yuz beradigan program edi. Load bo'lsa, programning ko'rinmay yuz qo'zg'algan vaqtida yuz beradi. Endi mau bo'lsa, dal moshuning o'xshash, ya'ni bu dastlabki qadamda kirgan uchurlarni mau dastlab shu uchurlarni chiqarib etgan vaqtida, ya'ni tozalab chiqargan vaqtida, ichki sig'imdan chiqargan vaqtida yuz berdi. Mau bo'lsa, load hadisi tartib kirgan ko'znakning ko'rinmay yuzini ichki sig'imdan chiqarib etgan, ya'ni chekingan vaqtida yuz berdi. Masalan, programmani hozir mayaga yozib boqay. MSC bokkes mana ichiga 1 deb yozib qo'ydim. Mana 2 deb yozib qo'yay, 2. Mana eklab MSC bokkes 1 deb yozib qo'ydim. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atib chekinay endi. Birinchi ulab 100 berdi. Ya'ni ko'znakning yuzini, navbat ko'rinmay yuzini ichki sig'imdan chiqarib etdi. Ikkinchi ulab 200 berdi. Ya'ni programning umum qurilmasini ichki sig'imdan chiqarib etdi. Bu ikkisining farqi bor. Masalan, tortishdimi? Load hadisida astidagi unloadga birini yozgan bo'lsak, ma'noga 2 ni yozaylik endi. 2. Ikkinchi qatim yuz berdi chunki. Mau bo'lsa programning o'zini tartibga kiritdi. Birinchi qatim yuz berdi. Programni qo'zg'atsam 1 chiqdi. Chunki bu programning eng avval tartibga kirdi. Uchinchidan, undan keyin load hadisi ijro qilib ko'znakning yuzini yozdi. Endi chekingan vaqtimizda bo'lsa, unload hadisi load hadisi ikkinchi qatim ijro bo'lgandan keyin uni avval chiqarib o'tadi. Ya'ni programning o'zining tartibi qo'zg'alish tartibiga yoki o'chirilish tartibiga asosan loadni avval, ya'ni ko'rinmay yuzni avval o'chirdi. Birinchisi ijro bo'ldi, unload ijro bo'ldi. Ikkinchi qatim yozgan load orqali yozgan programmani chekindi. Ammo u chekinish bilan texa ichki sig'imdan butun programma chekitib bo'lanmaydi. Chekitib bo'lanmagan vaqtida mau hadisi yuz berib, hamma programmani tozalab ichki sig'imni quruq qiladi. Mana shu ikkisining farqi bor. Oldingi qitimliq darsimizda biz qistirma uchun shart jumlasi bilan xarakterni so'zladik, shundaymi? Endi demak, mushkil xarakter yoki ma'lum bir jumla yoki ma'lum bir ifodani yozish uchun biz ma'lum bir shartni, ya'ni shu programning ijro bo'lishi uchun ma'lum bir hodisani tanlashimizga to'g'ri keladi. Biz ayni vaqtda degan hodisani bu o'rindan tanlaymiz deb. Endi qaysi hodisiga yozilgani qarta programning ijro bo'lish sharti o'xshamaydi. Odatda textboxni mayaga oldim bir dona. Men textboxni mushu o'ringa yetkazadigan bir program yozmoqchi bo'lgan bo'lsam, bu programim ijro bo'lgan vaqtida textboxni mush tuvan tarafga yetkazadigan bo'lsa, ijro bo'lishi qilam. Unda bo'lsa, bu yerdan shartni tanlayman. Yani shart hadisini ijro bo'lishiga deb menga shart qo'ydi-ku. Program ijro bo'lishiga qo'zg'alsin deb. Unda bo'lsa, men bu yerdan ijro bo'lgan vaqtga qo'zg'algan vaqtda ijro bo'lgan hadisini tanlayman. Load. Bu yerga yozib berma, text 1ninki to'pi deganim tang. Forum 1ninki
ishg'ollangan egizligidan elib o'taman tekst birninki egizligini. Programni qo'zg'atsam, tekst birning eng ostiga yetib ketadi, shundaqmi? Eng ostiga yetib ketadi. Endi agar mush programni qo'zg'algan vaqtida ijro bo'lsin demay birsi, menga ma'lum bir knopkani bosgan vaqtida degan bo'lsa, vaqtida men ma knopkaning besilish hodisasiga ma programni yo'tkishim kerak. Ya'ni klik deganimiz knopkaning chekilish hodisasiga, komandaning kliki deganimiz knopkaning chekilish hodisasi. Unda o'z programni bosdim. Qo'zg'atdim. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin ma knopkani bosib tuvanga yo'tkiladi. Shunga o'xshash programni ijro qilish uchun qaysi o'ringa yozimiz ham qaysi hodisasiga asosan ijro bo'ldi degan turni eng avval o'ylashimiz. Scroll hadisi, scroll, surgich surilgan vaqtida yuz beradigan hadisi. Bu hadisa mushundaq surgichlik narsalarga qarata ishlatildi. Masalan, combo box deymiz, last box deymiz, mushunga o'xshash kontrollar bor. Scroll, surgich surilgan vaqtida yuz beradigan hadis. Bu hadisa surgich surilgan vaqtida yuz berdi. Masalan, bir uchur ko'zniga chiqiraylik. Maningki eng cho'ng qimmatni biroz yuqorilatibdik, buni 200 qilib qo'yaylik. Programni qo'zg'atdim, qo'zg'atib, endi mana bundaq bassam surilyotdi-ku, ma xil surilish emas. Navbatga hadisa bu xil surilish yuz bermaydi. Faqat mush o'tirib surgishni tutib, bundaq tatqa vaqtimda yoki shu surgish taqtayni o'ng so'lga surgan vaqtimda yuz berdi. Mana. Surgichga munosabatli hadisa. Change hadisi. Bu text box o'xshash shundaq ichiga uchur kirgizilgan, ichki qismiga knopka taqtisi orqali o'zgartirish kirgizilgan kontrollar bor. Qo'shsam buni change deb bir hadis bor. Mush change hadisiga mendaq program yozdim. Meaningki caption deganim tang text len text birninki texti. Mushning ichiga kirgizgan narsani sanab mayga chiqarib bersin demakchi. Faqat change de yuz berdim ava. Agar bu programni elbitib boshqa yerga yozib qo'ysam, buni sanab chiqarmaydim. Shunga men mushundaq ehtiyojga to'g'ri kelganda change ni o'ylashman. Ana ichi o'zgardi, ichi deyishim yo'q, 0 xmr it desam 5 harf bosdingiz deb chiqarib berdi. 5 harf bosdingiz deb chiqadi. Agar tini 3 desam 4 deb sanadi. Demak, mush o'zgarishga qarab, ichiga bir narsa kirgizmay, mouse bilan chekkanga bu o'zgarish yuz bermaydi. Faqat mushning ichiga o'zgartirish kirgizsak, ondan keyin bu hadis yuz beradi. Mana o'zgartdim, o'chirdim, hadis yuz berdi. Change, o'zgarish hadisi. Timer controlninki timer hadisi. Timer control faqat mush birla hadis va timer deyilgan. Vaqtga munosabatli hadisa, ya'ni mush timer qo'zg'algan vaqtida o'zgargan, ya'ni vaqt asosan davraydigan hadisa, timer hadisi. Mening caption tang time deb qo'ydim. Intervalni tangshapli qo'ysam, bu hadis yuz berdi. Ya'ni mushu soat manga vaqtida yuz berdi demakchi. Hozir men aytdim-ku, mushu hadisa, ya'ni timer hadisi soat qo'zg'algan vaqtida yuz berdi hadisa. Lost focus hadisi. Lost focus. Biz God focus'ni so'zlagan toq, endi lost focus'ni so'zlaylik. Men mush text birninki lost focus'ga mendaq program yozib qo'yay. Ya'ni text birninki teksti bo'sh bo'lib ketsin ham text birninki tekstni o'zi qizilga o'zgarib ketsin dedim. Programni qo'zg'atdim. Nurbelga hozir text bir ekan, bu God focus. Nurbelga shuni ichib tug'in. Endi lost focus Nurbelg bundan sirtqa chiqib ketgan vaqtni demakchi. Ekasam men ishni quruq qilib qizilga o'zgartirib etdi. Lost focus. Akirsam ichi xat yozib qo'ysam yozg'ili bo'ladi. Mening bundaq chiqsam xatni o'chirib qizilga o'zgartirdi. Demak bu mush Nurbelga mushundan chiqib ketgan vaqtida yuz bergan deysa, lost focus. Bir qancha misol ishlaylik. Menga mendaq talab qo'yildi. Yana birisi kompyuterga UPN ni chatgan zamat, uning ichidagi barliq materialni
diskning ichidagi copy degan hujjat qisqichning ichiga ko'chirib bersin deydigan bir talabni qo'ydi menga birisi. Bunda bir narsa yasab bersin. Unda bo'lsa, buni oddiy qilib bir yasab qo'yaylik. Eng avval timerdan birini olaman, ondan keyin command botdan birini olaman. İlib umum qurilmasini bekitib olaman. Buningdan texnik murakkab qilib ishlayman desang, texnik murakkab qilsang bo'ldi, biroq hozir biz o'rgangan bilim saviyamizda u doiradagi murakkab narsalarni qabul qilolmaydiganliginglar yoki bilib ketolmaydiganliginglar uchun men oddiy qilib misol qilib ishlab beray. Ko'znakni qo'shib kelib, undaq program yozma. Command birninki caption deganim tang. Okay. Timer birninki intervali deganim tang 100. Ishga qurib programni yozib qo'ysam bo'ladi. Program qo'zg'algan zaman komandaning ustidagi komanda bir deganni OK degan o'zgartib turdi. Timerning intervalini 100 qilib tangshib turdi.